Oysha onamiz bir oy tuhmatda qolib ketdilar. Butun olam bir taraf, Oysha xonim bir tarafda qolib ketdilar. Bir oy otalarniga borib o'tirdilar. Hattoki Rasululloh ham taraddudlanib qoldilar. Shunda Hazrati Umarni chaqirib, "Nima deysiz ey Umar?" deb so'raganlarida, "Jonim sizga fido bo'lsin yo Rasululloh. Aytingchi yo Rasululloh, siz bilan Oyshaning nikohini sizga kim munosib ko'rdi?" Alloh dedilar. Unday bo'lsa, kelgusida nopok ish qilishi mumkin bo'lgan, ehtimoli bo'lgan ayolni Alloh sizga munosib ko'rarmidi? Yo'q dedilar. Oysha pok dedilar. Bo'ldi ey Umar dedilar. Qalbimdan g'ubor ketdi dedilar. Hazrati Umarni bu oqilona so'zlaridan keyin Oysha onamizni poklovchi oyatlar nozil bo'ldi. Avvalambor Hazrati Umar shirin suxanlari bilan Oysha xonimni pokladilar. Biz birovni nopok qilish uchun kelmaganmiz. Birovni aybini g'iybat qilish uchun kelmaganmiz.